kalsiy karbid gidrolizidan necha gram ishqor va 1,12 litr gaz hosil bo'ladi? Berilishini yoza olamiz. Demak, kalsiy karbid gidrolizga uchrabdi. Gidrolizga uchradi degani suv bilan reaksiya kirishdi degani. Suv bilan nima reaksiya kirishyapti? Bunda kalsiyga OH keladi. Kalsiy gidroksid chiqadi. Ikki valentli bo'lgancha ikkita OH kelyapti. Qolganiga yonidagi metal masga vodorod keladi. Demak, karbidga ikkita vodorod kelyapti va selen chiqadi, gaz chiqyapti. Ishqorni massasini topishimiz kerak. Gaz 1,12 litr. Normal sharoitda. Buni molini topa olamiz. Molni topish uchun hajmi molar hajmga bo'linadi normal sharoitda. Masalada ham normal sharoit deyilgan NaH qo'yib qo'yilgan. Demak, 1,12 litr berilgan. Molar hajm 22,4 litrga teng. Normal sharoitda 22,4 litr taqsim. Demak, 1,12 ni 22 ga bo'lamiz, 0,05 mol chiqadi. Demak, bu 0,05 mol. Kalsiy gidroksid topish kerak. 1 ga 1 nisbatda reaksiya kirishyapti. Demak, mollar teng. Bu 0,05 mol bo'lsa, bu ham 0,05 mol. Yoki proporsiya topsa ham bo'ladi. 0,05 ni 1 ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. Baribir 0,05 mol chiqadi. Moli topildi, endi massasini topamiz. Demak, 3,7 gram chiqadi. Moli bor. Massani topish uchun molni molar massaga ko'paytiriladi. Moli bor 0,05 mol. Molar massa Mendeleyev jadvaliga qarab topiladi. Kalsiy 40, kislorod 16, vodorod 1. 16 ga 1 qo'shsa 17 kara 2, ikkita. Bosh. 34. 40 ga 34 qo'shsa 74. Demak, molar massa o'rniga 74 qo'ydik. 0,05 74 ko'paytiramiz. 3,7 gram chiqadi. To'g'ri javob B varianti.